قضية الاعتدال أو نبذ الغلو والتطرف. Agar hozirda yashab turgan hayotimizga nazar solsangiz, turli shaxs va guruhlar dinni bayroq qilib olganini ko'rasiz. Lekin haqiqiy sinov vaqti kelganda ular dinni asl mazmun mohiyatidan uzoqlashtirib, uni Alloh iroda qilmagan ma'nolarga burayotganini kuzatamiz. Ular boshqalar ustidan nohaq hukmlar chiqaradilar. O'zlarini esa hammadan ustun deb biladilar. Boshqalarni iymon ahlidan emas deb hisoblaydilar. So'ngra o'zgalar borasida dinning asl mohiyati va mo'tadillikka to'g'ri kelmaydigan darajada hukmlar chiqaradilar. Haqiqiy dindor, dinni to'g'ri anglagan odam esa bu masalalar o'rtasida muvozanatni saqlaydi. U odamlar uchun uzr izlaydi. Ularning amallariga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. U dinimizning Alloh taoloning irodasiga mos keladigan sodda va oson xabarlarini yetkazadi. Xususan Alloh taolo o'zi shunday marhamat qiladi. Alloh hech bir jonga uning toqatidan tashqari narsani yuklamas. Baqara surasi 286-oyat. Alloh sizlar uchun dinda hech qanday mashaqqat qilmadi. Haj surasi 78-oyat. Alloh hech bir jonga unga berganidan ortiq narsani yuklamaydi. Taloq surasi 7-oyat. Endi siz Alloh taoloning o'zi bayon qilgan ushbu hukmlarni o'qigandan keyin dinni hayotga amaliy ravishda tatbiq etmoqchi bo'lsangiz, quyidagilarga e'tibor qarating. Dinni yetkazuvchi uni qanday yetkazmoqda? Dinni tushuntiruvchi uni qanday tushuntirmoqda? Dinga amal qiluvchi uni qanday tatbiq etmoqda? Bular ayni paytda ko'pchilik odamlar parvo qilmaydigan jihatlar sanaladi. Adashgan kimsalar dinni noto'g'ri talqinda taqdim etib, islom haqida asossiz fikr mulohaza va turli bo'xtonlarning yuzaga kelishiga sababchi bo'ladilar.